Siham, shoshma qizim. Agar bashuni jo'nini sotsak, pulim meniki bo'ladi. Ha, ona qizim. Uni axir sen katta qilding. Nima sotib olsam ekan? Ilgari hech ham pulim bo'lmagan. Uning ahvoli ancha og'ir ko'rinadi. Menga Makkada najot topasan deyishgan edi. Biz sizga yordam beramiz. Siham. Dada, qayerga ketyapsizlar? Biz bu kishini tashlab keta olmaymiz. Avval unga yordam beraylik. Unda bashuni nima qilamiz? Qur'onda yordamsevarlik haqida nima deyilgan esingdami? Agar erkak yoki ayol Allohga chiroyli qarz bersa, Alloh uni ajrini bir necha barobar ko'paytirib beradi. Agar shu narsalarga amal qilmay yashasak, ilgari bu shaharda hukmronlik qilgan odamlardan farqimiz qolmaydi. Qani pulni cho'zchi? Men qachon qarz bersam, pulimni qaytarishlarini istayman. Pulimni qaytaring. Oilam och. Bu haqda ilgariroq o'ylashing kerak edi. Ushla uni. Makkaga xush kelibsizlar. Uzoq-uzoqlardan tashrif buyurdingiz. Saxovat bilan qurbonlik qilishni unutmang. Shunda xudolar sizni yorlaqaydi. Nima? Ey buyuk va muqaddas Ishizar, senga o'zimda borimni keltirdim. Sumayya, senga bu yerga kelib sig'inishing uchun emas, balki butlarni artib tozalashing uchun pul to'ladim. Hozir haj mavsumi, sanamlar yaltirab turishi lozim. Ey Makka, sen yaxshilik timsolisan. Sen bahorda yangi ochilgan chechakdek go'zalsan. To'ladim. Endi javob ber. Sabrli bo'l, Suhayl. Ilohiy kamon o'qi bilan fol ochishda shoshilib bo'lmaydi. Ajoyib. Qilich yasovchini oldiga borib, o'zing istagandek makringni ishla. Kamon o'qini bildirishicha sen qo'lga tushmaysan, bo'lmasamchi. O'g'rini tuting. Umayya, qul tanlashdi seni ko'zlaring juda o'tkir. Yolvoraman, meni qo'yib yuboring. Uni o'zim sotib olaman. Bilol. Unutma, ular seni tanangni kaltaklashlari mumkin, ammo ruhing hamisha ozod. U faqat seniki. Hoy, qoch yo'ldan. Bularni yana tashla. Yodingda tut. Agar yutqizsang, meni qulimga aylanasan. Yo'q. Ha. Yo'qol bu yerdan. Mana bu odamlarga qaranglar. Bu yilgi haj mavsumi anchadan beri eng muvaffaqiyatlisi bo'ldi. But sanamlarni Makkada ekani naqadar yaxshi. Ko'pchilik hojilar fahmsiz kishilar. Har qanday mahsulot uchun 2 barobar haq to'lashmoqda. Yo'q, aslida mollarimizni narxini oshirmay ahmoqlik qildik. Bizdagi rahm shafqat tuyg'usi-chi? Bu hojilar muqaddas shahrimizga ibodat uchun kelishgan. Ularni suv va boshpana berayotganligimizdan faxrlanmoqimiz lozim. Vaholanki hozir ularni cho'ntaklariga ko'z olaytiryapmiz. Bunaqa safsatani eshitishga toqatim yo'q. Tinchlan Abu Jahl.
Abu Tolib bizni sardorimiz. Ha, buni ustiga u meni akam. Ammo men bu yerda o'tirib nohaq ayblovlarni jim tinglashim kerak degani emas. Agar biz bo'lmaganimizda bu hojilar suvsizlik va issiqdan allaqachon o'lib ketishgan bo'lardi. Biz 10 barobar ko'p maqtovga loyiqmiz. O'zicha uni qabilasi Ka'bani nazoratiga javobgar bo'lgani uchun bizga aql o'rgatib beradi deb o'yladi shekil. Biz boshqaruv tarzimizni o'zgartirmoqimiz lozim. Ehtiyot bo'l Abu Tolib. O'zgarish xavfli bo'lishi mumkin. Keksa Abu Tolib yaqin orada uni jiyani Muhammad dunyoni tamomila o'zgartirish bahonasida turganidan bexabar edi. Shu paytda 40 yoshga kirgan payg'ambarimiz shahar tashqarisidagi g'orga yolg'iz qolib ibodat va tafakkur qilish niyatida chiqib ketgan edilar. U zot Makkadagi nohaqliklardan, quldorlik, ayollarga izzatsizlik, ochko'zlik, qimorbozlik, qiz bolalarni tiriklay ko'mib yuborish, Hazrati Ibrohim, Musa, Iso ibodat qilgan yolg'iz Alloh o'rniga tosh va yog'ochlardan yasalgan sanamlarga solinishlardan juda g'amga tushgan edilar. U zot odatdagidek ibodat bilan mashg'ul bo'lib turganlarida birdaniga atrof yorishib ketdi. Ular yuqoriga qaraganlarida Jabroilni ko'rdilar. U zot jim bo'lib qoldilar. O'qi, dedi farishta. Men o'qiy olmayman dedilar Rasululloh. Jabroil 3 marta buyurdilar. Ammo har safar bir xil javob oldilar. Shunda Jabroil o'rgatdilar. O'qing, butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Robbingiz ismi bilan. U insonni lahda qondan yaratdi. Robbingiz esa karamli zotdir. U qalamni ushlashni o'rgatdi, odamga bilmaganlarini o'rgatdi. Keyin esa Jabroil g'oyib bo'ldilar. So'ng Rasululloh qo'rquvdan a'zoyi badanlari titrab, g'ordan chiqib uylariga yugurdilar. U zot ko'rganlarga ishonmay ketayotganlarida yo'lda Jabroil yana paydo bo'ldilar va Muhammad, siz Allohning elchisisiz, men esa Jabroilman dedilar. Rasululloh yuzlarini boshqa tomonga burishga harakat qildilar, lekin qaysi tomonga qaramasinlar, Jabroil o'sha tomonda paydo bo'laverdilar va so'zlarini qaytardilar. Muhammad, siz Allohning elchisisiz, men esa Jabroilman. U yana g'oyib bo'lgach, payg'ambarimiz uyga yugurib ketdilar. Uyga yetib kelganlarida a'zoyi badanlari titrab qaqshab turar edi. Hadichadan ularni o'rab qo'yishlarini so'radilar. Hadichaga bor gapni aytib berganlarida ular menga biror narsa bo'lib qolmasaydi deb qo'rqdim dedilar. Ammo Hadicha Alloh taolo hech qachon u zotdek hamisha rost gapiruvchi, nochor va kambag'allarga yordam beruvchi kishini sharmanda qilmasligini aytib tinchlantirdilar. Birozdan so'ng Hadicha onamiz diniy xat savodli amakilarni huzuriga borib bo'lgan voqeani aytib berdilar. Sening ering Xudoning payg'ambari. Odamlar u kishini yolg'on gapirish va boshqa yovuz ishlarda ayblashadi va oralaridan haydab chiqarishadi. Amakilarni ogohlantirishlarga qaramay, Hadicha payg'ambarimizning hamma so'zlariga ishondilar va islomni qabul qilgan eng birinchi inson bo'ldilar. Keyinroq esa boshqalar ham u zotga ergasha boshladi.